Assalomu alaykum aziz muxlislar, meni kuzatib boruvchi obunachilarim. Boyatdan beri bir 3 ta video tashladim. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, qo'polashganim yo'q, yomon gapirganim yo'q, kibrlanganim yo'q. Uzr kibrlangan bo'lsa. Men maqsadim ijodimni butun dunyoga ko'rsatib, taniqli aktyor, aktrisalarga kerak bo'lsa mana filmlar rejissyoriga ko'rsatishim kerak. Filmlar muzikasini ham challayman. Shaytonlar filmni ham challab beraman, xohlagan kuyni chalib beraman. Xohlagan artist kuyini o'nlicha challayman, o'zi aytib turadi. Mana men aytdim. Galerda ustozlari ekzamen olsin deganim, ular kamsitishgani emas. Ular ijodimni ko'rsa baho bersin degani. Men bu uzr agar kibrlangan bo'lsa, yomon narsada katta ketish. Kim qanday tushunsin? Agar menga homiy bo'lsa, videoga aytaman, homiy bo'lsa, men chiqaman. 8 inson bo'lib chiqaman. Agar men padisha qilsanglar, men challamaydigan muzika yo'q. Bir eshitsam challayman. Shuni istab qo'yinglar. Sulton Alini challadim. India Morricone muzikasini ham challayman. Shaytonat kuyini ham challayman. Keyin mana bu qaysi kuyda Donar Azam bastakor kuylarini ham chalib beraman. Mana o'nlicha chalib beraman. O'zi baho beradi, o'zi eshitib fikr bildiradi. Men o'zim orkestr, menga o'zim gitar, 10 ta bala kerak emas. Men o'zim kuchimga ishonaman, shuni qo'yinglar. Shunday chalaman, sal tomosha qiling. Negativ yozmaylar har xil gapda, masabli. Qo'yinglar kelsa ijodga men ko'raman. Aytgan javob beraman, boraman, galeri so'zlari va boshqasi ijodim kursi ekzamen olsin. Notda chalolmayman, garmoni o'ynamayman, akkord o'ynamayman, lekin boshqa kuylar chalib beraman. Bir ishda sulh bo'yicha, boshqa bo'yicha. Sulh bo'yicha seriallar muzikasi chalaman. Turk seriali, Germaniya seriali, Amerika serialini, Hindiston filmlaridagi serial, Shohruxxon kinolarini ham chalib beraman. Gapga.